Barchalarga assalomu alaykum. Mevsim avvalgi To'ti eventining 3-hafta o'yinchilari ham keldi. Shu bilan birga yangi event ham keldi. U yerda Ronaldo, Messi va shunga o'xshagan juda ham zo'r o'yinchilar bor. Biz hozir open pack qilib ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Bizga bitta bo'lsa ham 117 o'yinchi tusharmikan. Sizlar esa videoni boshlashimdan oldin like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasam ketdi. Xo'sh, birinchi bo'lib mana shundan bittalidan 3 marta ochamiz. Davay. Ronaldo yoki Messi tushib qolsin. 112 oxirgisi davay. 110. Endi To'tidan 10 tali ochamiz. Davay, mana shu 10 talidan davay. Bitta normalniy o'yinchini ber. Taktika bilan ochib ko'ramiz. Gullit. Statiskalari barcha zo'r, oyog'i 5 ga 5. Davay, endi srazu bitta 10 talidan bosaveramiz. 135 bo'lib ketdi. Normalniy yurdi lekin. Kim bu? Niderlandiya. Raba. 114 o'yinchi. Orqasi to'la musor. Вообще kerak emas bizga hozir bu o'yinchilar. Вообще kerak emas. Xo'sh, bu yerda questda nima bor? Questda mana shundan bitta davay olib 20 ta berar ekan. 10 talidan 2 marta ocha olamiz. Davay, endi 10 talilardan ochamiz. Shundan normalniy o'yinchi ber hajabi mana shundan. Xo'sh. Bu yerda bu bo'ldi. Qolganlari qolmadi. Endi uchinchisiga tushib, ikkita 10 tali ochaveramiz. Bitta yursa bo'ldi, uje normalniy o'yinchi bo'ladi. 108 buncha. Bu yoqda 109. Musor pak. Endi extra time bola, extra timedan bitta normalniy o'yinchi usha olamiz deb o'ylayman. Bizda naq 120 mingta bor. 120 mingta bor. Endi hozir bitta shu freyni ochib, sraz 20 mingtani bitta bosib ko'ramiz. Qani kim tusharkan? 113 Carvajal. Lekin reytingga past Carvajalni. Xo'sh, endi bu yoqda bizda qancha qoldi hozir? Extra time 99 mingta qoldi. 100 mingta deylik. Davay, Star Scout'da davom ettiraveramiz. Normalniy o'yinchi tushish ehtimoli bor, chunki bu yoqda davom etish kerak, chunki bu yoqda vashcha zo'r o'yinchilar bor. Salah, Holland. Pozitsiya yo'q, sotilmaydigan o'yinchi. Pozitsiyasi endi Sadamo. Davom etamiz. Normalniy o'yinchi bor, chunki ikkita 115 o'yinchi bor. O'g'ri 113. Bizga vashcha kerak emas bu. Xo'sh. Bu yoqda endi yaxshi. Davay 115 chiq, 115. Yaxshi. Bu yoqda srazu 20 mingtani bosamizmi? Davay, srazu 20 mingtani bosaylik. Bu yoqda 115 To'ti o'yinchi bizga vashcha kerak emas-ku. To'ti o'yinchisi bizga kerak emas-ku hozir. Mayli. Shu joyda aytib o'tib ketaman bolalar. Sizlarga bugun qaysi nima o'yinchi tushdi? Albatta buni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qani ko'ramiz kimga nima o'yinchi tushgan ekan. Biz esa videoni davom ettiramiz. Star Scout'dan lekin normalniy o'yinchi tushib qolsa vobshe zo'r bo'lardi-da. Normalniy o'yinchini ber, siti.
City вообще zo'r o'yinchilar bor. 113 hatto ajab 114 bo'lganda olardik. Davay, mana shu oxirgisi agar normalniy o'yinchi tushmasa 30 mingtalik pak ochib yuboramiz. 113 o'yinchi bo'ldi. Chiqib endi 30 mingtalik ochib yuboramiz. 30 mingtalik davay. Shu yerda Ronaldo yoki deb Messi ber 114 kartasini. Ronaldo yoki deb Messi. 114 Bellingham. Bellingham olamiz albatta. Bellingham olamiz. Xo'sh, bu yoqdan endi qani 120 mingta ekstra time'dan atigi 3 dona o'yinchi oldik. Вообще bu. 115 Totti o'yinchisini berdi. Hatto Glorious Eras o'yinchisini bersa, вообще zo'r bo'lardi. 114 Bellingham, keyin Carvajal. Qolgani qiziq emas. Xo'sh, bu yerda endi biz o'g'rimizni necha qila olamiz? Boshida 106 o'g'ir edi. Necha o'g'ir qildik ekan? Xo'sh, bu yerda bularni olib tashlab turamiz. 109 bo'ldi. Shuni hozir 110 bo'ladi. 110 bo'ladi deb o'ylayman. 110 bo'lish kerak, lekin hozir 110 ham bo'ldi. 110 ham bo'ldi. Yaxshi. 110. Xo'sh, bizda endi ikkinchi akkauntga o'tdik. Ikkinchi akkauntda hozir yana open pack qilib ko'ramiz. Normalniy o'yinchi tushsa vacha zo'r bo'lardi o'zim akkauntimga. Davay bo'lmasa draft tokenni olib olamiz. Draft hozir 4 ta olamiz. 4 ta olamiz. 5 ta olishimizga 600 olmos yetmayapti. Mayli, 4 ta olib turamiz. Bizda xo'sh. Mana shu eventga o'tib 12 ta bor o'zida, davay. Bitta 10 talik ochib ko'ramiz. Normalniy o'yinchi ber. Acaba Carvajal, yo'q, Carvajal kerak emas. Chunki bizda Rabaga Cafu bor. Bu yerda Donnarumma, Saliba, Gullit, Nuno Mendes, Van Dijk. Davay, endi akkauntda faqat bitta darvozasiga bitta bot o'yinchi qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Keyin o'tib pak ochuramiz. O'rimiz 117 ga tushib qolar ekan, mayli. Hozirchalik endi bittalik, bundan bittalik, keyin ana eventdan 10 talik ochamiz. Bu yerda Gullit. Davay, hajam Gullit ber. Gullit, Nuno Mendes. Oyog'i 5 ga tor. Bu yerda Van Dijk. Normalniy o'yinchilar bor lekin. Yurdi, lekin yangi o'yinchi, lekin bot o'yinchida. Yangi lekin bot o'yinchi. Endi shundan bitta 10 talik ochamiz, hali vaysha ochilmagan. Messi, Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Vaysha zo'r. Bizga Ronaldo kerak hozir. Bizga Ronaldo kerak. Carvajal lekin kerak emas.
Erbaga bizadagi o'yinchi bor. Davay FIFA. Normalniy o'yinchi ber, yo 116 yokida 117 o'yinchi ber. 116 yokida 117, davay. 10 talik. To'ti o'yinchisi ham tushdi lekin bizga qiziq emas. Biz endi hozir ikkinchi akkaunt o'tamiz. Davay. Ispaniya. Satib. Kim bu? 114. Orqasida Alisson. Bizga kerak emas edi bu o'yinchilar. Bizga kerak emas edi. Noma'lum. Xo'sh, endi bizada yana 18 mingta olmos bor. Hozir yana biza bu olmoslarga paklarni ochamiz. Pakchalarni ochib tashlayveramiz. 5 toptiramiz hozirchalik. 5 toptiramiz. Endi Totidan 5 marta ochamiz. Bittalidan albatta taktika qilib ochib ko'ramiz. Chunki normalniy o'yinchi tushib qolishi mumkin. O'tgan safar bittalidan Kafu ushlab qo'ygandi. 117. Bu yoqdan ham davay 117 o'yinchi ber FIFA bizga. Van Dijk bor, vasha zo'r o'yinchilar bor. Donnarumma bor. Donnarumma ham lekin kerak. 116 reyting darvozabonga. Vasha zo'r turadi. Yurdi lekin bot o'yinchi. 110. Davay yana xuddi shunaqa taktika qilib ochamiz yana. Kim? Yana o'sha o'yinchi. Davay Donnarummani ber. Agar yana o'sha o'yinchi tushib qolsa lekin o'sha bilmadim. Kim? Yana o'sha o'yinchi bu. Sho'rarkanda endi bu. Davay endi shuni ochamiz. Shundan ochib ko'ramiz. 2 ta bo'ldi. Mashinadan 2 ta. Xo'sh, bu yoqdan bizaga 110 normalniy ber, normalniy o'yinchini. Bu yoqdan 109. Vobshe kerak emas o'yinchilarni berdi lekin. Xo'sh, endi biz extra time ochamiz. Bu yoqdan normalniy o'yinchi tushib qolish ehtimoli ham bor. Bizga sразу 113 buni almashtirib olamiz. Endi ikkinchisi. Davay FIFA bizga bitta 114 yokida 115 o'yinchini ber. Sotilmaydi-ku. Bu yoqda davom etamiz bu yoqda. 113 o'yinchilar bizga kerak emas. 114 yokida 115. 115 o'yinchi chiqib qoladigan bo'lsa lekin vobshe zo'r bo'lardi. Ana yaxshi, bu zo'r. Bu yaxshi. Endi bitta davom etib ko'ramiz. Nima o'yinchi ekan? Sotilmaydigan. Davay bizga Vinini ber. Vini vobshe zo'r o'ynaydi. Kim ekan bu? Bitta davom etib ko'raylik endi. To'ti o'yinchisi agar bo'lsa olmaymiz. Agar To'ti o'yinchisi bo'lmasa olamiz. Mayli, davay sразу 20 mingtani bosaylik. Bu yaxshi lekin. Bu yaxshi. Endi Daily Pick'ga kirib 4 mingtalik paklardan ochamiz. Endi 4 mingtaliklardan 114, 115 o'yinchilar tushib qolsa lekin vobshe zo'r bo'lardi. Xo'sh, bu yoqdan 109, 108 o'yinchilar tushdi. O'zi xo'sh, ikkinchisi endi bu yoqda bizga 111 o'yinchi. Davay bitta Rafinhani beray. Rafinha yokida Ronaldo. 113. Normalniy uni olganmiz. Mana bu o'yinchi bizga tushmagan.
Shuning uchun 110 ni olib olamiz. Endi mana shu oxirgisi 110 o'yinchi. Mayli, 110 o'yinchi. Endi bularni olib olamiz. Bo'ldi. Bo'ldi bola. Angliya, Kam, Arsenal 114. Yaxshi. Xo'sh bola, bu video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga bu video yoqgan bo'lsa, bu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta sizlarga bugun nima o'yinchi tushdi? Albatta buni ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.